Bolalaringizni otasi bor, uni qilib berayotgani yoki qilib bera olmayotgani sizni отношениеңizga nimaga ta'sir qilyapti? Chunki siz moddiy narsalar bilan, uni sizga moddiy ta'minoti bilan siz o'zingizni qadrli his qilayotgan ekansiz. Demak, o'zingizni bor his qilayotgan ekansiz. Nima uni qilib bermasa siz inson emasmisiz? Uni olib bermasa u qadrlamayaptimi sizni? Sizga muhayyo qila olmayotgani bu degani sizni yomon ko'radi degani emas. O'zi aslida. To'g'rimi? Qani sizni tushunchangiz. O'shaning uchun o'zingiz moddiyat bilan munosabatni aralashtirib olganimiz uchun er-xotin o'rtasidagi munosabat qachon menga geylik olib bersa, qachon menga velik olib bersa, qachon menga maybah olib bersa, qachon meni chet elga olib bersa, qachon menga sayohat olib bersa, zo'r erkakmi? Nima, agar menga qilib bera olmasa, agar meni ta'minlay olmasa, agar xohishlarimni bajara olmasa, agar menga gul olib kela olmasa, u nichtojniymi? Kerak emasmi menga? Shuning uchun ikkalasini agar ajratib oladigan bo'lsangiz, agar olib bera olmayotgan, qilib bera olmayotgan bo'lsa,